Mana agat olishlari ko'rishinglar mumkin. Juda ham zo'r akalar. Mana agatlari. Agatlarchi ham vachi moshni. Bundan oldin bu agatni olib keldi, endi bunisini olyapmiz. Kartoshkani chilg'anlar qanaqa zo'r ishlab beryapti. Mana yorug'idan ko'rsatamiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Mana haydab ketayotgan akamizga undan qiyinchilik tug'dirmayapti akalar. Juda ham zo'r ketadi. Gusunitsa apparatimiz komplektda puliga agat oladigan bor. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ukam sepli gusunitsa apparatlaridan ham obzor qilgan degan akalarimiz uchun agroservis do'konimizga yangi partiyadagi sepli gusunitsa apparatlarimizni har xil variantlaridan yetib keldi. Shu munosabat bilan hozir sizlarga bu sepli gusunitsali apparatimizni narx-navosini, ishlash prinsipini hamda agregatlarini, to'liq agregatlari bilan yetib kelgan. Shularni qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Va kimdagi mana shu turdagi gusunitsa apparatni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastiga nomerimni ham qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, suvteki narxlarda Optim bazasidan xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, videoni oxirida mana shu gusunitsa apparatlarimizni agregatlari bilan ish qilayotgan jarayonini ham videoni oxiriga qo'yib beraman akalar. Bemalol videoni oxirigacha ko'rsanglar, yerda ichida bu gusunitsa apparatlarimiz qanday ishlayotgan jarayonini ham ko'rishingiz mumkin. Agar hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb hozir yozib qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa kelib shu gusunitsa apparat xarid qilayotganingizda narxini siz uchun juda ham arzon narxda qilib, suvteki narxda berib yuboraman, chunki siz bizning videolarimizga like tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Va undan tashqari bonuslarga jan qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, bonuslar bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasa boshlaydi akalar. Bu gusunitsa apparatining ukajonim o'zi nima ishlar qiladi, nima ishga olsak bo'ladi bu gusunitsa apparatini degan akalarimiz uchun bu gusunitsa apparatlarimiz zanjirli bo'ladi. 50, 60, 70 agatlarni ichiga tushib ishlov berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, 50, 60 agatlar ichiga tushib agatlarni tortish vazifasini, joyiga olish vazifasini bajaradi va undan tashqari agatlarni ichida chizillash vazifasini o'zini mana shunaqa kichkinagina ixcham qilib ishlangan universal chizili yordamida ekinni ichini chizillab kultivatsiya qila oladi va undan tashqari ekindan bo'shagan yerni ag'darib plug qilish vazifasini bajarib beradi. Pluglariga ahamiyat beringlar. Pluglari ikkala tomonga legrovka bo'lib o'taydi akalar. Bu degani bemalol yon tomonda ham mana og'darib ketishingiz mumkin. Yerda pluglagandan keyin bemalol mana shunaqa selka apparati yordamida urug'larni solib, dom mahsulotlarini ekib ham bu gusunitsa apparatlarda foydalansanglar bo'ladi akalar. Xo'p, bir boshdan tushuntirib kelaman endi. Bu gusunitsa apparatimizda ishlash prinsipi juda ham oddiy bo'ladi. Xo'p, yoqilg'i turi asosan benzinli variantlari bizda, salarkali variantlari ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu hozir ko'rib turganinglar benzinli variantini eng katta bo'lgan 9 ot kuchli original seplari pechatli reduktor katta variantda qilib ishlangan 9 ot kuchli gusunitsali apparatimiz. Xo'p, aytib o'tganimdek yoqilg'i turi benzin baki 5 litr, 5 litr benzin quyganingizdan keyin bu tomonda zavatnoy orqali o't oldirasiz va motor ishga tushadi. Motor ishga tushganidan keyin bu tomonida cheres remen, mana 2 qator remen tashalgan akalar. Shu 2 qator remen orqali, cheres remen orqali reduktoriga harakat beradi hamda reduktori pastdagi mana reduktorni ko'rlar, katta reduktor qo'yilgan. Bu reduktori sepni aylantirib beradi. Sepi ham original varianti, pechatli variantidan bo'ladi. Shunisiga ham ahamiyat beringlar va undan oldingi akalar qizil hamda sariq boshqa joylarda sotilayotgan 9 ot kuchli gusunitsa apparatidan bu ko'k 9 ot kuchli gusunitsa apparatimiz ancha baquvvat chiqadi, chunki buni reduktori usulinni qilib katta reduktor qo'yilgan. Shuni hisobiga qattan-qana gusunitsa apparat olsangiz ham reduktorlariga qarab oling. Katta reduktor bo'lsa sizga yaxshi ishlab beradi akalar. Xo'p, undan tashqari skorslarga o'tadigan bo'lsak, xo'p, bu yerda oldiga bir, orqaga bitta zatning xotlari bor. Oldiga ikkita, orqaga bittadan zatning xotlari bilan jihozlangan bo'ladi bu gusunitsali apparatlarimiz akalar. Aytib o'tganimda
Seplarini razmeri e'tibor beringlar, bu razmer 16 sm bo'ladi. Bu degani 50 ga, 60 ga, 70, 80, 90 ekilgan ekinlarning ichiga bemalol bir dona agattichiga tushib, kultivatsiya chizel ishlarini qila olasizlar akalar. Bemalol agatta ichida agatini tortib, undan tashqari agatta tortib bo'lganinglardan keyin chizillashinglar ham bo'ladi. Chizillagandan keyin yerda ag'darib pulukda foydalansanglar bo'ladi. Va undan tashqari selka apparatida don mahsulotlarini eksanglar ham bo'ladi. Xullas akalar, bu gusunicha apparatlarini bizda narxlari $500 dan boshlab $850 gacha har xil variantlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastdagi nomerga telefon qilib bemalol xarid qilishinglar mumkin. Kimga shu turdagi gusunicha apparatlarini Optim bazasidan xarid qilmoqchi bo'lsa, aytib o'tganimdek nomerimni qoldiryapman. Soni cheklanmagan miqdorda ko'chada boshqa turdagi motoblok xarid qilaman deganlarga boshqa turlari ham 100% mavjud. Bizda Optim bazasi birinchi qo'l katta siklat bo'ladi akalar. Endi videoni boshida va'da berganimdek bitta ishlar jarayonlarini ko'rib o'tamiz. Qani ketdi akalar.